Kalla suyagiga lateral tarafdan qaraganimizda ko'rinadigan uchinchi chuqurcha fossa pterygiopalatina. Fossa pterygiopalatina hosil bo'lishda quyidagi suyaklar qatnashadi. Os sphenoideum, ponosimon suyak. Os palatinum, ya'ni tangnay suyagi. Tangnay suyagi ichkarida ko'rinib turgan yashil suyak medial devorni hosil qilib turibdi. Os maxilla, yuqori jag' suyagi hamda os zygomaticum, yonoq suyagi. Bular qanday qilib bu chuqurchalarni hosil qilyapti, ularni ham bir-bir ko'rib chiqamiz. Demak, e'tibor beriladigan bo'lsa, bu joyda aynan fossa infratemporalis va fossa pterygiopalatina bir-biri bilan tutashib turadi. Nima orqali deydigan bo'lsak, bu joyda fissura pterygomaxillaris deb aytgan edik. Fissura pterygomaxillaris aynan mana bu qanotsimon o'siq va undan oldinda joylashgan yuqori jag' suyagi o'rtasida hosil bo'lgan fissura hisoblanadi. Va bundan ichkaridagi chuqurcha o'sha fossa pterygiopalatina. Fossa pterygiopalatina ham oldingi tomondan tuber maxilla bilan chegaralangan, xuddiki fossa infratemporalis kabi. E'tibor beringlar, ichkarida chuqur turibdi u ham, lekin aynan shu tuber maxilla bilan chegaralanib turadi. Keyingisi orqadan ponosimon suyakning qanotsimon o'sig'i bilan chegaralanib turibdi. Bu joyga ham e'tibor berishimiz mumkin yaxshilab. Yana bu joyda ko'rishimiz mumkin, medial tarafdan tangnay suyagining perpendikulyar plastinkasi bo'ladi. Mana bu joyda ichkarida ko'rinib turibdi. Yashil rang mana yonda. Tangnay suyagi o'zi mana pastdan qarasak, bu gorizontal plastinkasi, perpendikulyar plastinkasi mana burun bo'shlig'ini, lateral devorni hosil qilyapti. Va shu bilan birgalikda mana fossa pterygiopalatinani medial devorida ham aynan shu tangnay suyagining perpendikulyar plastinkasi ko'rinib turadi. Endi xuddi shu holatni yana bir ba'zi suyaklarni kesib olib o'rganib chiqamiz. Bu joyda ko'z kosasining ma'lum qismi, yonoq suyagining ma'lum qismi olib tashlangan holatda turibdi va aynan shu fossa pterygiopalatina'ning qayerlar bilan nimalar orqali, qanday tuzilmalar orqali tutashganligini va devorlarini yanada aniq ko'rishimiz mumkin. Mana tuber maxilla, oldingi devor mana yanada aniq ko'rinyapti. Orqa devordagi ponosimon suyakning qanotsimon o'sig'ini alohida belgilasak bo'ladi o'zini. Demak, mana qanotsimon o'siq pushti rangda belgilandi, orqa devorni hosil qilyapti. Aynan shu chuqurchani. Medial devordan yana mana tangnay suyagining perpendikulyar plastinkasi yanada aniqroq ko'rinyapti. Qayerlar bilan tutashadi? Birinchi o'rinda foramen rotundum orqali fossa crani mediaga. Fossa crani mediada demak foramen rotundum bor edi. Foramen rotundum ponosimon suyakning katta qanotida joylashgan teshik bo'lib, aynan kalla asosi bilan emas, balki fossa pterygiopalatina bilan tutashganligi bilan boshqa teshiklardan ajralib turardi. Mana foramen rotundum qizil rang bilan belgilandi atrofi. Bu teshik yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsak o'tyapti va ichkaridan fossa pterygiopalatina shu joydagi qanot tangnay chuqurchasiga ochilyapti. Keyingisi foramen sphenopalatinatum. Aynan foramen sphenopalatinatum meatus nasi intermedius bilan tutashgan bo'ladi. Mana o'rtada ichkarida turibdi. Mana bu teshik, pushti rangda belgilangan teshik foramen sphenopalatinatum hisoblanadi. Foramen sphenopalatinatum va uni qayerga ochilishini ham ko'rishimiz mumkin bemalol. Foramen sphenopalatinatum bu joyda ostki tarafdan ko'rinmayapti. Demak, bu nomiga ko'ra ponosimon suyak bilan tangnay suyagini orasida joylashadigan teshik hisoblanadi. Foramen sphenopalatinatum. Va keyingisi canalis pterygidius ham mavjud edi. Canalis pterygidius aynan mana bu ponosimon suyakning qanosimon o'siqlarini asosida joylashadigan kanal edi va bu kanal, ya'ni canalis pterygidiusni ko'radigan bo'lsak, bu kanalimiz ham aynan shu foramen fossa pterygiopalatina bilan bog'langan hisoblanadi. Bazis crani externa bilan fossa pterygiopalatinani bir-biriga bog'lab turadi. Aynan shu canalis pterygidius kanalimiz. Yana bundan tashqari canalis palatinus major bor. U og'iz bo'shlig'i bilan bog'lab turadi. Aynan shu chuqurchamizni. Mana bu chuqurcha mana og'iz bo'shlig'iga ochilyapti. Oldindagi teshik qizil bilan o'ralgan atrofi og'iz bo'shlig'i tangnay sohasida turibdi. Va qayerga keyingi tarafi ochilar ekan? Mana bu ichkaridagi yana fossa pterygiopalatina'ga. Fissura orbitalis inferior. Fissura orbitalis inferior kattaroq tuzilma bo'lgani uchun mana bu joyda ko'k rangda turibdi. Ham fossa infratemporalis ham fossa pterygiopalatinani ko'z kosasi bilan bog'lab turadi. Va so'nggisi fissura pterygiomaxillaris bu joyda aynan shu maxilla bilan qanotsimon o'siq orasida turadigan yoriq
fossa infratemporalis va fossa pterygopalatini bir-biriga tutashtirib turadi.